Tünügün Hindistan özünün dövlət namını Baharatga özgertdi. Muşundaq dövlətlər özünün ismini xalqancha özgertadigan iş rastlı mevcutmu? Alemdeki acayip garayip işler kızıksınız, bana egiş bilem. Tünügün yani 2023 yılı 9. ayının 7. günü Hindistan 20 dövlətlər başlıqları uçuruşu qatnışıdığan aşı təklifnaməsində özünün dövlət namını Hindistan deb işletməsindən belki Baharat deb özgertip işletken. 18. yıllardan 22. yıllarca eğer bu kanun layihəsi ütüplük yapıp qalsa, bundakin biz Hindistan demek Baharat deymiz. Hindistan kinoları, Hindistan çolpanları demek Baharat kinoları, Baharat çolpanları deb ataymiz. Hindistançı naqşa demek Baharatçı naqşa deb ataymiz. Undaqda bu Baharat degan isim nədən paydo bo'lib qoldi? Hindistonliklar nimishqa o'zining o'rta asrdan tortib ishlatib kelayotgan bu ismini to'satdan boshqa bir ismga o'zgartib qo'ydi. Amaliyotda Hindiston degan bu isim Parislar tarafidan qo'yilgan ism bo'lib, Hindistonliklar o'z qo'ygan ism emas. Hindistonmi to'rtchon qadimgi madaniyat davlatining biri bo'lib, Hindistonliklarningki avlodi Sindu daryosi bo'yida yashaydigan to'q. Parislar bu Sinduni Hindu deb xato o'qib olganlik sababidan keyincha Rim, Afrika qatorliq rayonlarga bu davlatning ismi Hindu deb taqilibdi. O'rta asrdan boshlab buni rasmiy holatda Hindiston deb atashga boshlabdi. Lekin uningdan ilgari qadimda Hindistonliklarni Baharat aholisi, Baharatliklar deb ataydigan to'q. Hindiston tarixidagi buyuk asar Mahabharata degan asarda bu davlatning ismini Baharat deb olgan. Hatto 1950-yili Hindiston asos qonunidagi 1-moddasida Hindiston, ya'ni Baharat bu mamlakatningki ismi bekitildi deb belgilangan. Endi bu Baharat degan so'zningki sanskritcha bildiradigan ma'nosi bo'lsa, yuksaklik ko'tarilish, bilim izlaydigan, nur izlaydigan kishilar degan ma'no bildirdi-ki, amaliyotda tarixdan buyon nurg'un davlatlarningki ismi o'zgarib kelyotdi. Masalan, Ispaniya 800 yil ilgari Indulus deb atildi. Rossiyanimi 91-yil parchalanib ketishdan ilgari Sovet ittifoqi Sovet deb ataydiq. Mamlakatimizni necha yuz yil burun Buyuk Chiang deb ataydi. Afrika Sudan degan davlatmi 2011-yili Shimoliy Sudan, Janubiy Sudan deb ikkiga parchalanib ketgan. Davlatlarning ismidan boshqa shaharlarning ismi nihoyat to'l o'zgarib turdi. Masalan, hozirgi Peterburg shahri amaliyotda burun Leningrad deb atildi. Lekin Ruslar Leninninki mamlakat qo'shgan to'pisi imperator Peterninkisiga yetmaydi, buni yanılan Peterburg deb atayli deb Leningradni Peterburgga o'zgartib etgan. Demak, davlat yoki shaharlarning ismini o'zgartib turadigan ishlar tarixdan buyon izchil davomlashib kelyapti. Masalan, men yashab 31 yoshga kirgach nurg'un davlat shaharlarning ismlarining o'zgartirilganligi shohid bo'ldi.